Bo'ldi, rahmat. Bugun sizlar bilan kecha meni qabulimga kelgan bitta bemorga qilgan ishimni ko'rib chiqamiz. Bemor 19 yoshda va menga shikoyat qilib kelganlarida tishlari singan, travma natijasida singan edi. Va ko'chada odamlar bilan muloqotda uyalib qolayotganlarni aytdilar. Keyin men ularni birinchi o'rinda har doim qiladigan ishim fotoprotokol qilib oldim va shikoyatlarni yig'dim. Shikoyatlarga qarab turib, ularga davolash rejasini tuzdim. Davolash rejasida ularning tishlarini plomba bilan estetik va funksional tikladik. Bu ishni ko'rib chiqishingiz mumkin. Boshida kelganlarning tishlari bu holatda edi. Keyin biz uchishga anesteziya qildik, ya'ni og'riqsizlantirdik. Keyin uchishni izolyatsiya qilib oldik. Keyin ishimizni boshladik. Ishimizni boshlashimiz bunaqa bo'ldiki, ko'rishingiz mumkin. Birinchi plomba qo'yishimiz uchun, yaxshi turish uchun rasmini chaqlab plomba turish uchun yuza yaratib oldik. Yuza yaratib olganimizdan keyin plombani qo'yishga tishimizni tayyorladik. Buni ko'rishingiz mumkin. Keyin bo'ladigan bo'lsa, oxirida natijani ko'rishingiz mumkin. Mijozimiz bundan mamnunlar. Sizlarda ham xuddi shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qiling.